Kechir ona. Abduri Obuljan Mehmetimin qağalıq. 29-cı qissa. Tursun bilan Ayxan o'maq bolasini elib mangdi. Uning kaynidan Ro'zmammatning razil ko'zlari qarab turadi. Endi xo'shal xo'ram jam bo'lib elinglar. Endi sizlarni ayirib etishimning hojati yo'q. Ayxan unutib qolma. Sening bir o'g'ling mening qo'limda. Men sizlarni 1 minutmi xotirjam yashg'il qo'ymayman. Men balangni shundoq bir odam qilamanki, o'zingning yig'ida o'zingning go'shini qo'ritqizaman. deb qaqaqlab kuldi. Tursun bir kun yo'lmagandan keyin o'zining hiyisiga keldi. U dadasining yeniga berish yoki bormaslikni ko'p o'ylanib, xatoliklarning o'ziga yuklanib kelishining oldini olish uchun cho'nglarga salom berish niyatida uyning oldiga keldi-da, ko'nirab o'rilib ketayli deb qolgan eshikni nihoyatda avaylab chekdi. Eshikni chekkan bo'lsa-mu, biroq uyning ichidan hech bir tevish yoki hech bir sado chiqmadi. Tursun yana eshikni chekay deb qo'l uzatishiga eshik sat g'ijirlab ichilib, ichidan Tursunning singlisi Tursungulxon chiqdi. Kimni deb to'xtab qoldi-da, oldida turgan akisini va yenidagi soyib Jamol qizga va bu o'maq bolaga qarab hayronlik bilan: "Aka, bu senmi? Sen yo'qab ketgili 1 yil bo'ldi. Texi seni burali o'lib ketdi deb o'ylab qoptiman." Tursun singlisining bu zahardek gaplarga quloq solmay: Dadam uyda bormi? "Nima? Sen dadamni so'rab nima qilading? Uni o'lgan bo'lsa mol-mulk o'lishay deganmiding? Afsus aka, dadam shunday yaxshi turyapti-du. U texi o'lmadi. Biroq dadam sizlarni qarshi olmasmikin?" deb Tursungulxon yo'lni to'sib qo'ydi. Tursungulxonning maydasidan eshitib uy tarafga qarab mangdi. "Hay!" deb qoldi. Biroq akisiga amal qilamadi. Tursun Ayxan va bolasini ko'tarib dadasining yoniga kirdi. Biroq Tursunning dadasi uxlayotgan bo'lib, eshik ochilishi bilan uyg'onib ketdi. Tursun past ovozda: Dada uxlab qoldingmi? Ha, uxlab qolgan. Sen kelib uyqum ochilib ketdi. Nemish bo'ldi? Necha vaqtdan beri kelmagan odam, endi kelmasang bo'lmasmidi? Seni hech bir sig'inib qolmagan bo'lmasa. Tursun dadasining gaplarini anglab, yuragiga biri kuchab xanjar tiqqandek yuragi og'rib ketdi. Tursun ko'zlariga liqqida yosh elib: "Dada, men sana nima qildim? Nimishqa meni yoqtirmaysan? Qara, bu sening kelining. Mana bu sening navrang dada." Tursunning dadasi qattiq ochiqlanib: "Hey, kelinim, navrammish tahi. Bu tigini bilgili bo'lmaydigan ayol, hem kimning bolasi ekanligini bilgili bo'lmaydigan bolani meni oldimga ib keldingmi? Tez yo'qol, yo'qol." deb olani qo'g'ladi. Bu qitim Tursunning qattiq ochiqi keldi-da: "Dada, sen mening dadammi? Men sening balangmi?" "Yo'q dada, men sening balang emas. Meni opam tepib olgan shundaqmi? Men sening o'gay o'g'ling shundaqmi? Sen meni kichik vaqtimdan tortibli yoqtirmayding. Meni xo'rlayding. Nimishqa menga bunday qilsan?" deb dadasiga qattiq varqirdi. Tursunning dadasi Tursunga qarab: To'g'ri dedim. Sen mening o'zimning bolasi emas. Opang seni tepib olgan, sen haromdan bo'lgan. Sening ota-onangning kimligini bilgili bo'lmaydi. Sen oilamizga shumliq etib kelding. Tursun yig'lab: Bo'ldi, buningdan e'tiboran sendek dadam yo'q. Yuring Ayxan, ketaylik. deb eshikni qattiq yepib chiqib ketdi. Tursun cho'ng yo'lda Ayxan va bolasi bilan ketyotdi. Tursun bu mahalladagilarning o'ziga qarayotganini his qildi va atrofga qaradi. Biroq atrofdagilar Tursunga emas, balki Tursunning yonidagi soyib Jamol Ayxonga qarayotdi. Tursun Ayxonni elib tez qadamlar bilan mangdi.
va bu mahallaning oyg'idagi bir kapsiga berib o'rinlashdi. Aradan yana 2 yil o'tib ketdi. Tursun bilan Ayxon nihoyatda baxtli turmush qurib oldi. Kanit komitetidagilar Tursunni alayda o'ylashib, uningga 3 mo terilg'o yer taqsim qilib berdi. Tursun 2 mo yerga bug'doy qo'noq terib kun kechirsa, 1 mo yerni o'zining bir mushaqqatda laydan uy soldi. Abcho'risini qo'shamdab 2 oyda o'zining iliq bir makonini qurib oldi. Tursun bilan Ayxon nihoyatda baxtli turmush kechirib o'tdi. Ma'lum bir kunlarda To'xtaboyning uyidagi bir malay Ayxonni izlab kelib, Ayxonning ota-onasining birla vaqtda o'lib ketganligini aytib keldi. Biroq Ayxon yig'lab berish bormasligini o'ylashdi. Ular Ayxonni xo'rlagan bo'lsa-mu, amalsizlikdan qilgan. Ayxon yig'lab o'ltiradi. Xotin nima bo'ldi? Ayxon yig'lab turib, "Tursun, dadam onam o'lib ketibdi." Undaqda biz berib kelaylik. Dedi Tursun. Ayxon, "Ma'qul" deb qarliq kiyim kiyib, bolasini ko'tarib mangdi. Ayxon bilan Tursun bir kun yo'l mengib uyga keldi. Biroq uyning ichi jimjit turadi. Ayxon uyga kirish uchun qo'lini uzatishiga, uyning ichidan dadasi bilan onasining takrorlashgan ovozi anglandi. Ayxon buningdan hayron qilib, eshikni zarda bilan ishtirib ochdi-da, "Dada, nimishqa odamni aldaysan?" Sadatxon qizini ko'rib, o'zini otdi. "Voy jinim qizim, keldingmi? Men seni kelmaydigan o'xshaydi debdiman. Balam qandaqroq turyapsan-a?" Ayxon yig'lab, "Ana, men nihoyatda yaxshi. Senmi yaxshimi ana? Meni nimishqa qo'rqitsan, dada, senmi bor? Nimishqa meni xotirjam kun kechirgili qo'ymaysan?" deb ochiqladi. To'xtaboyning qattiq ochiq kelib, O'zingni ko'rishga xushtor deb qoldingmi? Onang shundoq deb turib olmagan bo'lsa, men sening yaningga zinhor odam avatmagan bo'latdim. Tursun ularga bir eg'izmi gap qilmadi. U gap qilsa, bu uyda jidal chiqib qolishidan, ham Ayxonni o'sal qilib qo'yishdan ansirgan edi. To'xtaboy qattiq talaffuzda, "Pes, hozirlik ko'zimdan yo'qol. Ikkinchi ko'zimga ko'rnigichi bo'lma. Mening sendek bolam yo'q. Yo'qol." deb uyga kirib ketdi. "Ma'qul dada, men xato kelib qolgan o'xshayman" deb Ayxon uydan chiqdi. Ayxon yarim yo'lga bormayla qadamlari ostilab ko'ngli elishib qusib ketdi. Tursun uxlab qolgan bolasini ko'tarib, Ayxonni bir qo'li bilan yo'lashtirib, "Ne bo'ldingiz? Mijozingiz yo'qmi?" "O'zimmi bilmadim. 2 kun bo'ldi. Yo tomoq kelimdan o'tmaydi. Bekli beyaram bo'lib ketdim." Tursun Ayxondan ansirab, "Ne bo'lgansiz? Ati noyidagi doktorxonaga opiray." "Bo'ldi Tursun, bo'ldi. Men og'rib qolmadim. Balki..." "Nima balki? Tilingizni choynamay gap qiling, odamni ansirdi." dedi Tursun alaqizada bo'lib. Ayxon Tursunga iliq tabassum bilan kulib, Siz yana dada bo'ladigan o'xshaysiz." Nima dedingiz? Nima dedingiz Ayxon? Bo'yingizda bormi? "Menmi bilmadim. O'tganda bu shundoq bo'lgandim." Tursun qaqaqlab kulib varqirab, "Voy, men yana dada bo'ladi ekanman. Yashab keting jinim xotin." deb Ayxonning peshonasiga mehr bilan suyib qo'ydi. "Xotin, uyga tezroq qaytaylik, a?" deb oldiga necha qadam mangmasdan otning guldirlab chopgan to'yiq ovozi anglandi. Tursun alaqizada bo'lib, "Bu nima ovoz?" deb turishiga Ayxon tezlik bilan, "Chapsan bo'ling, tez yushirinib olaylik" deb qo'mushiqning orasiga kirib yushirindi. Daqiqa o'tgandan keyin Ro'zmamat malaylarni agashtirib, ot choptirib o'tib ketdi. Tursun Ro'zmamatni ko'rib, "O chipranda ablaq, seni o'ltirib ketaman" deb o'rnidan turay deyishiga Ayxon to'sib, "Saramsiz. O qancha, siz qancha, uni tankilamaysiz. Eng yaxshisi tuxumni tashqa urmang. Qarg'anda mening dalol singlim deb qo'ygan chig'i. Biz boshqa yo'lda mangaylik. Ola bizni ko'rib qolsa ishimiz chataq" deb boshqa yo'l bilan uyga qaytishdi. Tursun bilan Ayxon va o'g'li
aram elvatati tuyuqsiz sirtdan birining chaqirgan ovozi anglandi. Tursun, oy Tursun adaş. Bormisa? Tursun birining chaqirganligini anglab, kan ustidan tushib, sapmi kashini kiyib sirtqa chiqdi. Sirtda Tursunning eng yaqin do'sti Osmon aloqazada bo'lib turadi. Oy adaş, qanaqa ahvoling? Bu kashda ajab kep qopsan-ku, ha? Osmon aloqazada bo'lib, Nemisini deysan? Şu sana hacitim tushib kelib kelgandim adaş. Nemish bo'ldi? Qo'limdan kesilib cho'qim yordam qilaman adaş. Osmon Tursunga qarab, Adaş, bolam atiganda mahalladagi bolalar bilan o'ynag'ili chiqib ketgan edi. Biroq hozirgacha qaytib kelmadi. Hamma yerni izlagan bo'lsam faqat tepilmadi. Oyalim bilan chiqib izlay desam, uyda bolalar yolg'iz qolib qoladi ekan. Shungisini yordam qilib izlashib beramdikan deb kelgan Tursun. Tursun bilan Osmon kichkidan boshlabla beli o'ynab cho'ng bo'lg'achqa, ular jon-jigar do'stlardan edi. Ular qiyinchilikqa uchirganda bir-biriga jinni berishdan yonmaydi. Qiyinchilikqa uchirsa, qo'l qo'shtirib qarab turmaydi. Adaş, undaqda qarab turmay chapsam bo'layli. Deb oldiga 2 qadam yengib bo'lib, To'xta adaş, men chopinimni, oyog'imni kiyib chiqay. deb uyga kirishiga Ayxon Tursundan ansirab, "Tursun, kimkan u?" Osman kan. Uning bolasi o'ynag'ili chiqib qaytib kelmabdi. Shunga meni yordam qilishga o'tinyapti. "Ha, undaqda tez chiqib yordam qiling. O'zingizga diqqat qiling, ha." Tursun ayoliga qarab, Voy, bo'ldi kichik bolalardek. Sizmi baldorak aramaylang. Ishni taqashni unutib qolmang, ha? deb yugurib chiqib ketdi. Tursun do'sti uchun jinini ayamaydi. Adaş, qayerdan boshlab izlaymiz? Osmon jiddiylashib, Men bilmayman adaş. Ko'nglinga kelmasa, sen yuqorqi mahalladan izla. Men tovangi mahalladan izla baqay adaş. Ma'qul adaş bo'ladi. Amsi topsaq, topamasak 2 soatdan keyin mushadi ko'rishaylik. deb Tursun yuqorqi mahallaga mangdi. Ayxon bolasini uxlatib, amda yetib ko'zini yumishiga sirtdan birining oyoq tebishini anglagandek qildi. Ayxon qotondagi eshakning tepirlishi o'xshaydi deb ancha iran qilmadi. Biroq ovoz bara yaqinlashdi. "Voy, bu kechida kimdi? Yo Tursun qaytib kelganmidi?" deb o'rnida turmadi. Oyoq ovozi borgan sari yaqinlashib, eshikning oldiga kelganda eshik yenik chekildi. Ayxonning ichiga sal qo'rqinish kirib, yana gap qilmay yetib oldi. Eshik yana chekildi. Ayxon qo'rqgan bo'lsa-mu, o'rnidan ming tasda turib sirtga chiqdi-da, Kim? Ayxon necha qaytam chaqirgan bo'lsa-mu, biroq hech birining soyasini ko'rmadi. Ayxonning yuragi amdalikda tez so'qib, yuragi og'ziga tiqilib ketdi. Ayxon yana "Kim?" deyishiga uning og'zini bir kappada tutib oldi. Ayxon tepichaklab, qo'llari bilan qutulish uchun terkashgan bo'lsa-mu, biroq hech bir foydasi bo'lmayotdi. Ayxonni so'rab uyga akirdi-da, uni kuchab kon ustiga tashladi. Ro'zmamat, Ajab xumsi nima ekansan, ha? O paskana qanjoq. Rasva. Oxir qo'limga tushdingmi? Ayxonning tizi konning leviga qattiq tegib, Ayxon "Ho, ablah!" deb orqasiga qarab hayron qoldi. Ro'zmamatning tadrang'u chiroyi va bir jup xunuq ko'zlari Ayxonga miqdek tikildi. "Ro'zmamat, sen yana nima deb kelding? Nemishqa bizni aramimizga qo'ymaysan?" deb qattiq to'lidi. Ro'zmamat sat kulib, Bu gapni men sendan so'rsam bo'la? Sen paskin rasva. Texmining do'ppamga jigri silib, mening ko'zimni bo'yapsan, ha? Sarang bo'lib elishingchu texi. Sen meni oldiding. Hamda oldig'iningning jazosini tortsa. deb Ayxonning yuziga 2 tasdak silib, Qara Ayxon. Hamda ikkimiz yolg'iz. Sana o'zimning qandoqligini bir ko'rsatib qo'yay. deb Ayxonga zo'rlik qilishga urindi. Ayxon yig'lab, tipirlab, "Unda qilma, sendan o'tinib qolay, unda qilma."
Ayxan birdam yolg'irsa, yana birdam "O ablah odam emas, hayvon, ishning bolasi. Cho'qim o'lasan" deb tillavatdi. Tilla, kaniying yırtılıp ketkichi tilla. deb Ayxanning kiyimini tortib yetdi. Ondan onunğa sat ko'zlari bilan tikilib qaradi. Ondan Ayxanға aytilib, O buzuq. Sen toy qilmay homildor bo'lishga amroqding-ku, ha? Endi seni ko'p bolali qilib qo'yay. Ayxan bu so'g'uq qo'l, so'g'uq badandan saskinib ketdi. Yarim soatdan keyin Ayxan holsizlanib, oyoqidan qon kelib, qonga milangan holda yotdi. Ayxanning bolasi Azimat varang-churangda uyg'onib ketib, chiyqirab, yig'lab ketib-o'tadi. Hamda Ro'zimamat nihoyatda sat ko'lib, kiyimlarini kiygach, O kasofat, to'ya mana. Ayxan ko'zlarini xira ochib, sen aman bir kuni chachani yeysan. O badbaxt iflos tursun keladigan bo'lsa, seni qorningni chuviytidi. Nima? Sen eringning kelishini kutib otamsan. O atigicha oran kelalaydi. Men Osmonni setib elib, nihoyatda to'g'ri qilibdiman. Asli sen kasobatning payzing bakan emasmi? Ayxan nihoyatda tasda o'rnidan turib, jo'zining to'pisida turgan qing'iriqni oldida Ro'zimamatga shiltdi. Sendek inson qalbidan chiqqan hayvonni o'ldirmaydiman deb meng'ishiga Ro'zimamat Ayxanning qo'lidagi pichoqni tortib, uning keliga tangladi. Oh, qanjoq. Musholingga meni o'ltirmoqchimisan? Tvi, buzuq. Biroq sening xili payzing bor ekan. Seni o'ltirmayman. Biroq men yana seni izlab kelaman. Yo'qol deb varqirdi Ayxan. Ro'zmamat Ayxanni ishtirib tomga chaplab qo'ydi. Ayxanning beshi tomga qattiq tegib, hushidan ketib yiqildi. Ro'zmamat xushal bo'lib, qaniq kelgan bo'lsa, shunda qaytib ketdi. Tursun yuqorqi mahallaga berib, Osmonning bolasini shuncha izlab, boshqalardan surishti qilgan bo'lsa-mu, biroq hech qanday yerdan topolmadi. Tursun sahar soat 7larda Osmon degan yerga keldi. Biroq bu yerda Osmon emas, Izijining qarasimi ko'rinmaydi. Tursun bir soat atrofida saqlagan bo'lsa-mu, biroq yana jimjit. Tursun oxiri Osmon nimada kelmaydigandi? Oningga bir ish bo'lmagandi, ha? Hay bo'ldilar. Uyda Ayxan yolg'iz qolgan. Uyga qaytib ketay. O shunday o'ylab uyga keldi. U uyga kirmay, yirtilib paxtasi chiqib qolgan chopinni silib, simga esib qo'ygandan keyin Ayxan? Ayxan, qiynisiz xotin. Hoy xotin, Ayxan? Ayxan uydan chiqmagandan keyin Tursun xafa bo'lgandek uyga kirib, "Hey, quliqingiz gaz?" deb yerda ho'siz biyalang'ash yotgan ayolini ko'rib, xuddi yuqori besimliq to'q suqayotgandek zimiston qishda bir chelak muzdek suvni beshidan qo'yib-etgandek andikib ketdi-da. Tezlik bilan Ayxan nima ish bo'ldi sizga? Nim bo'ldi? Qaysi iflos hayvonning qilgan ishi bu? deb yig'lab etdi. Ayxan ko'zlarini xira ochdi. Ayxanға uyning ichi butun qorong'udek bilinib ketdi. Va yanida turgan Tursunni ko'rib, Tursunning bo'yniga esilib, öksüp yig'lab, Tursun meni kechiring. Men endi sizning pok mashqingiz bilamaydigan bo'ldim. Meni kechiring, Tursun. deb yerdagi qing'iriqni elib o'ziga tiqmoqchi bo'lib edi. Tursun darhol Ayxanning qo'lini tutib oldi. Tursun Ayxanning kiyimlarini kiygizib ko'tarib, kaning ustiga elib, ehtiyot bilan yotqizdi. Va esiga bolasi keldida darhol bolasiga qaradi. Azmat yig'lab, qiyqirib kechacha uxlamag'achqa amdilikda uxlab qolgan edi. Tursun ko'ngli bir oz joyiga tushgandek bo'ldi. Aziz anglag'uvchilar, Ayxan bilan Tursun yana bir oila turmush kechiralarmi? Agar asar mazmuniga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asrimizning keyingi qismida bo'lsin.
30 qissa. Tursun Ayxanı yotqizib qo'yib, cho'riqini kaydida darhol sirtqa mengividi. Tursun. Tursun, sizdan o'tinib qolay. Onangga tenkilanmaysiz, undaq qilmang Tursun. Ayxan Ruzmamatdan o'ch olaman deb mangan Tursunni tutib olish uchun pastga tushmoqchi bo'lib, biroq u bayla holsizlanib ketgachga mang'ilmay yiqilib tushdi. Tursun Ayxonga qarab tezlik bilan uni yo'lashtirib, Sizning koringiz bo'lmasa, men u munofiq hayvonning qilganlari uchun badal to'latkizman. Ayxon Tursunga esilib yig'lab, undaq qilmang Tursun. Siz barg'am bilan onangga tenkilanmaysiz. Men o'ylamsangizmi azimatni va bu dunyoga ko'z etish oldida turayotgan bolamizni o'ylab qo'ying Tursun. Bolamiz dadisiz qolsa boshqalarning uni yetim o'g'loq deb haqoratlashiga, uni kamsitishiga qandoq chidaysiz? Tursun Ayxonning gaplari bilan sal jimib qoldi. Albatta, u bu dunyoga ko'z etish oldida turayotgan bolasini o'ylamasa bo'lmaydi-da. Tursun ig'ir tinib, Xappa. Aman bir kuni jachangni yeysa. Ayxon bekla holsizlanib, ham omildor bo'lg'achqa necha kun orom elib aron deganda asliga keldi. U mahalladan xeyli chetda bo'lib, suv egilish uchun odam bor yerga berishga to'g'ri keladi. U ikki qo'lida ikki chelakni ko'tarib, suv egilish uchun ko'lga mangdi. Yo'l ustida necha ayol o'ltirib, to'qam qushqash changisidek bo'lib ketgan boshlarini beqishib, boshqalarning g'aybatini qilib o'ltirishgan mahallaning juvon ayollari Ayxonni ko'rib, bir-biriga kusildi. Qaranglar, o bizning mahalladagi Tursunning ayoli ekan. Hay, bekli chiroyli ekan. Sochlari nima degan uzun, qondozdek qop-qora, rostli chiroyli ekan, xuddi Parizoddek. Hay, Tursun degan go'yning xeyli omadi bor ekan deysa. Yana biri, ay nemisini deysizlar, odamning sirtqi qiyofatiga qarab oldirab baha bermanglar. Hayvonning olisi teshida bo'lsa, odamning olisi ichida debdikan. U xuduncha bo'sh emaskan. U necha kunning oldida yuqoridagi yezidagi Ro'ziboyni toniysizlar-ku. Shundaq nomini anglagan. Shu boyning o'g'li Ro'zmamat bilan oshnadochiligi bor ekan. Eri sotqa chiqib ketgan fursat foydalanib, boshqa erlarni uyga agirib buzuqchilik qilibdimish. Voy, shundaq ishmi bormikan deysizlar? Ayollarning hammasi kulishib ketdi. Voy, odam emaskan-ay. Men texi Tursunning baxti kelibdi deb yuribdiman. Tursunmi toza yumshoq boshmonimi? Ayxon bularning gaplarini anglab, xijillikda kiray deysa chashqan kamerami chiqmagandan keyin tez qadamlar bilan ko'l tarafga qarab mengib ketdi. O ikki chelak suvni elib qaytachig'ida Tursunning singlisi Tursungulxon uchrab qoldi-da. Ayxonning oldini to'sib, "Voy xinam, bo'yincha aldirab nega mangdala?" Ayxon Tursungulxonga qarab, "Ko'midilmi ukam, suv aygirgeli." Men texi qichqan yerani bezqtirg'ilmagan o'xshaydi debdiman. O sharbanda, izzida yo'q buzuq. Siz singlim, nima bekorga odam tillayla? Men sizga nima gunoh qilgan? Tursungulxon chiroylarini purishtirib, "Nima? Sen texi o'zingning qilgan ishini boshqalar bilmaydi deb qolgan o'xshamamsan. Akam sana tetiyolmagan bo'lsa, eshakning qishig'i borsang bo'lmasmidi? U chaqda toza obdan bo'ladi. Boshqalarni uyiga to'g'ilgandan yaxshiroq edi." Ayxon yig'ilgan payti chelakni ko'tarib bir ig'izmi gap qilmay uyiga qaytdi. Ayxon uyda turgan Tursunga qarab yig'lab ketdi. "Tursun, biz ajrashib ketaylik. Mening bu mahallada turg'idagi izim qolmadi." Tursun hech bir ishni anqiramay, "Ne bo'ldi sizga? Tuyuqsizlar bu gapni qilib qoldingiz-ku. Siz bilan ajrashishim mumkin emas. Undaqda bu yerdan ko'chib ketaylik. Mahalladagilarning o'shiq gaplari, soningizdan menga qilgan haqoratlaridan chidab turolmadim Tursun." Bo'ldi ha. Ko'nglingizni yerim qilmang. Bu ishlarni o'tib ketadi. Ishimiz inoq o'tsayli bo'ldi. Boshqalar bilan nima korimiz? Xafa bo'lma. deb Ayxonni bezlab qo'ydi. Ular nihoyatda ijil inoq o'tdi.
Bir kuni yerim kechida Ayxonning qo'rsiqi tuyuqsiz og'rib ketdi. Oyjon! Oyjon! O uyan buyan to'lg'inatdi. Tursun uning tug'idi yaqinlashgan chig'i deb o'ylab, Ayxonning ovozini anglab, chachirab o'rnidan turdi-da. Xotun, nima bo'ldi? Tursun, tez tug'ut onasi tepib kelib, men tug'ilgan o'xshayman. Tursun allaqizodi bo'lib, bu kechida tug'ut onasini qayerdan topaman? Hey, shu vaqtlarda hozirgidek partiya hukumatning afzal qulaylik sharoitlari bo'lgan bo'lsa, bir telefon bilan qutqizish mashinasini chaqirib, qiynalmayla doktorxonaga borgan, buncha azoblanib yotmagan. Boshqalarga bo'yin qismagan, o'zi og'riq azoblaridan qutulgan bo'ladi. Shunga ko'pchilik biz hozirgidek mushundoq yaxshi afzal qulaylik sharoitimizni qadrlashimiz kerak. Tursun amalsiz Ayxonning kiyimlarini soldirib, ostiga sol yovdak bir narsa soldi. Xotun, amali yo'q. Men tug'ut onasini chaqirib o'g'icha, siz tug'ib bo'ladigan o'xshaysiz. Ayxon, o'maq qo'zimiz uchun g'ayrat qiling, ha? Ayxon to'lg'unib, injiqlab ketib o'tadi. Ayxon, kuchang oz qoldi. Yarim soatdan keyin buvaqning qattiq yig'ilgan ovozi uy ichini bir oldi. Tursun kulib, xo'shalliqida buvaqni ko'tarib, Ayxon qarang, o'g'il ekan. Voy, men yana o'g'il farzandlik bo'ptimi? Endi bolalarimiz cho'ng bo'lsa, o'ng so'l vazirimiz bo'lib, boshqalar bizni bozaq qilmaydi. Buning ismi Asar bo'lsin. Yerim o'likdek bo'lib qolgan Ayxon Tursunning bu kichik boladek mijoziga qarab, badallari og'rib ketsa-mu kulib ketdi. Ayxon bilan Tursun boshqalarning fitna fasodatlariga quloq solmay, baxtli turmush kechirayverdi. Uning kaynidan gap qiladiganlarmi ozitib qolgan bo'lib, mahalladagi bolalar bilan o'ynag'ili chiqqan aka-uka ikkalanni kimni ko'rsa, haramdan bo'lgan deb mazoq qiladi. Bir kuni Ayxon kichik o'g'li Azharni yetlab ketib o'tadi. Mahalladagi nomi chiqqan Tunsaxon dallol bir muncha ayol bilan Ayxonga qarab, "Hoy, Ayxon, yo'l qayoqqa? Yetlab maqan bolalari eliqi kechining usuli o'xshamamdi." Qandaq dedim, deb ko'rib mazoq qilib ketdi. Ayxon gap qilmay dedi-yu, biroq qo'lini sukut ustidan g'olib kelib, "Nima deydilar Tunsaxon? Mening boshqalar bilan bola topqanimni sizlar qandaq bilalar? Sizlar kallamizda chiroq tutib qarab turganmi-ya? Eng yaxshisi gapni o'ylanib deysizlar. Bu yo'lda boshqalarning pochiqini g'ojilg'icha uylarga bengib so'ngaqlarning g'ojilsini bo'lmamdi." deb ketib qoldi. Ayxonning bu gaplarini anglagan Tunsaxon boshqalarning oldida yuzi po'q bo'lib, ikkinchi Ayxonga gap qilmas bo'lgan edi. Ro'zmamat u o'g'liga chiqib, yerdan cheqilib tushib, beli sunib meyib bo'lib qolgandan keyin u Ayxon va Tursunni ikkinchi avora qilmadi. Tursun boshqalarning ishlari bo'lsa qilishib berib, ishlab, uyni oddiy bo'lsa-mu guldek qilib oldi. Ayxon bilan Tursun kech tomoq yeb o'ltiradi. Eshik nihoyatda zarda bilan qiyiqildi. Ayxonning chiroyi o'ngib, ichiga qandaqdir bir qo'rqinish kirib oldi. Tursun asta yerga tushib, "Bo'ldi, qo'rqma." deb jo'zining to'psida turgan no'g'ishni oldida asta chiqib eshikni ochdi. Eshikning oldida tonimaydigan biri turadi. Tursun o'zi o'ylagan odam emasligi bilan no'g'ishni tushirdi. U kishi allaqizodi bo'lib, "Xinam, bamo." Tursun u kishining gapini tushunmay, "Nima xinam, tushunishlik gap qilmamsa? Ayxonni da'vatimi? Ha, uyda bor. Nimish bo'lsa menga-da." U kishi jiddiylashib, "Ayxonning ota-onasi o'lib ketdi. Xinam ularning yuzini ko'rib olsin" deb qo'yib. debla ketib qoldi. Tursun uyga beshini sangilatib kirib-edi. "Hoy, nima bo'ldi, kimkan? Hajab sangilab ketibsiz-ku?" Tursun Ayxonga qandaq eg'iz aytishni bilmadi. "Qandaq gap bo'lsa deymamsiz?" "Ayxon, boyoq sizning uyingizdan kelgan chakarga. U sizning ota-onangizni o'lib ketdi. Yuzini ko'rib olsin" deydi. Ayxon birdam turib elib, "Siz mushundoq yolg'on yovdoq gaplarga ishondingizmi? Ular meni uyga chaqirsa bormaydi deb,
Shunaq bahona topgan gap. Bo'ldi ha, aram olaylik. Deb bu kechining shirin uyquga g'arq bo'ldi. Ayxon zimiston qish kunlarining birida uyda o'zi ikki bolasi bilan yolg'iz qolgan edi. Tursun boshqa yezilarga pul tepish uchun chiqib ketdi. Ayxon mushunda xo'shal xo'ram kunlarning birida taqdir uning o'ng ko'zi bilan qarab, yana homildor bo'lib qoldi. U necha kecha va tunlarni o'zi yolg'iz tonglarga aran ulashtirdi. Hay turmush, jim tursang mush yeysan degandek, odam ishlamasa hayotni saqlab qolmoq nihoyatda tas. Tursun 6 oydan keyin qaytib keldi. U oilasini beqish uchun yezilarni, mahilani otlab yurib 6 oyda 1000 yuan pul yig'di. Siz 6 oyda aran 1000 yuanga ishlabdi deb o'ylab qolmang. Shu vaqtlardagi 1000 yuan pul hozirgi 20 ming yuanga teng yoki uningdan ko'proq. Tursun 6 oyda o'zi boshqa yerda bo'lgan bilan butun xiyollari mehribon, kuyimchan, vafodor ayoli bilan o'maq o'g'illarda edi. Tursun uyga tezlik bilan kirdi. Ayxon Tursunning tuyuqsiz ko'z oldida paydo bo'lib qolganligiga ishongisi kelmagandek o'zini chimdab baqdi. Ayxon to'rt ko'zi bilan kutib bir ko'rib elishni, illa qo'yniga o'zini najrat etishni talay qaytam o'ylagan o'zining mangulik oshiqini ko'rib, "Tursun, bu sizmi? Bu rostli sizmi?" Tursunning 6 oydan beri illiq oilasini to'liq sevgan edi. Men Ayxon, sizni japoq deb qo'ydi. Meni kechiring. Deb Ayxonni bag'riga bosdi. Ayxon bundoq iliq bir sezimni xuddi tunji qaytam his qilgandek Tursunni nihoyatda chin quchoqladi. Tursunning ko'zi Ayxon to'mpiyib chiqqan qo'rsqiga tikildi-da. Voy jinim xotin, yana xush xabar bor o'xshamamdi. Necha vaqtdan beri tushimga har kuni sumruq kirgan. Aslida bu bishoratkanda. Rahmat sizga. Undaq demang Tursun. Siz bizni yaxshi turmushga erishtirman deb ko'p jafolarni tortdingiz. Sizga bu rahmat. Tursun Ayxondan to'liq suyundi. Va Aras Ayxon, sizga soladigan bir maslahat bor edi. Qanaqa ish edi? Dedi Ayxonmi Tursunga talmirib. Sizmi qarqo'saq danga Ayxon, menmi qarqo'saq. Ishkilimiz o'xshash savotsiz bo'lib qoldik. Hamda bolalarimiz bo'lsa-mu, keyinchi yaxshiroq kun kechirsin. Keyinchi jamiyatga yuk bo'lib qolmasdan, balki jamiyatga yaramliq, xalqning faxri bo'lsin. Uni maktabga beraylik. Ayxon kulib turib, "Aqlingizga barakallah Tursun. To'liq atrofli o'ylabsiz." Xuddi keyinchi har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim bolalarni yaxshi o'qiting. Siz-chi? Ikkimiz birlikda dang. Ayxonning aykunimi yiqilishib, u yana bir qiz tug'di. Ayxon o'zining bir hamroyi bo'lganligidan xushal bo'lsa, Tursun malikasi bo'lganligidan xushal bo'ladi. Xotin, bu malikimizga siz o'zingiz ism qo'ying. Ayxon sal o'ylanib, "Undaqda mening ismim Ayxon bo'lgandan keyin qizimizning ismi Ayshamgul bo'lsin." Voy, nima degan qamlashgan ism bu? Ha, ma'qul, shundoq bo'lsin. Ularning turmushida faqat baxt, xotirjamlik, xushalliklar bor edi. Qayg'u, hasrat, azob, nadomatlardan yiroq. Nihoyatda yiroq turgan paytda taqdir peshona bu baxtlik oilaga ofat kelib, Tursunning yurak kasali qo'zg'alib bo'lamagan edi. Ayxon, men bo'lamaydigan o'xshayman. Men o'lib ketgandan keyin o'zingizni yaxshi asrang. O'zingizni tashlab etmang. Har qancha jafo cheksangizmi, bolalarni cho'qim yaxshi o'qiting. Ayxon Tursunning gaplariga parvo qilmay yig'lab, "Bo'ldi Tursun. Undaq deyma. Siz ölmaysiz. Siz menga tang qiyirib tang o'limiz deb va'da bergan Tursun." deb öksüp yig'layotdi. Tursunning bolalarimi Azimat maktabda Azhar bilan Ayshamgulmi dadasiga qarab yig'layotdi. "Dodo, jinim dodo, bizni tashlab qo'yma jinim dodo." Tursun Ayxonning qo'lini nihoyatda ching tutgan paytda Ayxon va sabiy go'dak bolalarga qiymagan holda o'zining muhabbatini elib, mangudan mangulik bu dunyodan xo'shlashdi.
Ayxan bu azoblarga bardoshlik berolmay, necha hoshidan ketdi. Yana necha qaytam hoshiga keldi. U taqdirning bu rahimsiz chaqchig'iga tan berib, u mahalladagi cho'nglarni chaqirib, Tursunni yerlikda qo'yibdi. Ayxan uch bolaga ona. U burunqi arka sho'x mijoz qizdan pishqan bir onaga, ya'ni Ayxan onaga aylandi. Mana bu mehribon jafokash Ayxan onaning muhabbatga to'lgan baxtli turmushi. Uningmi go'zal chog'lari, qaran sho'x vaqtlarmi bo'lgan. Uni turmushning nurg'unlagan sinoqlari mana mushundaq qirtib qo'ygan edi. Turmush mana mushundaq rahimsiz. Hamma odamning bolalik, yoshlik, o'tri yosh, qiyrilik mezgillari bo'ladi. Siz ko'zga ilmagan, siz yaratmagan odamlar, balkim siz eng hurmatlaydigan odam bo'lishi mumkin. Siz har qanday odamga yaxshi muomala qiling. Boshqalarning ko'ngliga azor berishdan burun avval o'zingizning yuragini tinglab beqing. Yoki yuragingizni tutib ko'rib, sizda bor go'sh yurak boshqalardami bor? Ulardami ko'ngli hissiyot bor? Boshqalar sizga azor berib qo'ysa, uninga yo'l qo'yishni o'rganing. Keyin pushaymon qilsa, sizdan o'zi kechirim so'raydi. Ondan sizning boshqalarning oldida hurmatingiz bo'ladi. 31-qissa. Oshkorlangan sir. Bu asar avtorning qiziqishi asosida amaliyot bilan birlashtirib yozilgan bo'lib, yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Butun insonlarning og'zida mundaq bir qimmatli so'z bor. Vaqt oltindan qimmat. Vaqting ketdi va baxtingmi tangni qo'shilib ketdi deydigan. Bu oltinga tegishsiz bebaho so'zlar sizga qanday ta'sir qilganini bilmayman. Biroq menga bu hikmatlar qattiq ta'sir qildi. Xuddi usuzlikqa tashna bo'lib chanqab ketganda, bir tomchi suvga tashna bo'lgandek, bu qisqagina umrda bu tillarga setib olg'ilib bo'lmaydigan qisqagina hikmat mening yuragimga shifo, ko'nglimga tasalli bo'lib, mening hayotlik safarimning texmi olg'a ilgirlashlarga turtki bo'ldi. Undaqda asarning davomiga quloq solaylik. Birinchi qism. Kuz fasli oxirlashi bilan dal-daraxtlarning sarg'aygan oltin yupurmoqlari butun atrofga uchib tushib, atrofni xuddi oltinda hal bergandek qilib etgan edi. Kuz bora-bora oxirlashib, qishning sovuq shamollarini chaqirayotgandekmi qiladi. Atrofda birmi yeşillik qolmay, dekabrmi yetib kelib, lab-lab qorlar yig'ib, butun atrof xuddi oq libosdan kiyim tikib kiygandek, yozning oxirlari yozning boshlanishida o'rik chechakligandek, aşkının məşuqiga ap-aq to'y ko'yniga kiygizib qo'ygandek, atrof shunchalik jaloliq ko'rinayotgan mushu vaqtda yiroqdan birsi beshiga tuman kiyib, uchisiga ko'k rangli xurum chapon, qora rangli podichilar ishtini kiyib, dumbisiga ancha cho'ng emas bir sumkani yudigan peti lapildab yig'iyotgan qarning orasidan bilinar-bilinmas ko'rinib kelyotdi. Bu yigit o'zi turgan yeziga va bolaliqiga shohid bo'lgan butun yoshlik davrini xushal-xuram o'tkazishga hamroh bo'lgan, o'zining kanidiga kelib, uyini topolmay tengirqab qoldi. Bu bug'doy o'nglik yigit boshqa bir emas, balki 10 yilning oldida azimatni zaharga xumor qilib, uni go'zal orzu-armonlarini xazon qilib, tegi yo'q patqoq va hanga boshlab, onasining va singlisining o'limiga sababchi qildirgan, hamma odam nafratlanadigan razil olimning o'zi edi. U Kennediga kelgan bo'lsa-mu, may qilingan asfalt yo'llarni Jungo Kommunistik Partiyasining yordami ostida rat-riti bilan selingan amin uylarni ko'rib, yeza va kanun qiyofatining necha yilda buncha vala tez o'zgarib ketganligidan hayron bo'lgan edi. Olim bu ratlik uylar orasidan o'zining uyini topolmay, sodin o'rkib ketgan tanho bir qushdek uyni topolmay u yoqdan bu yoqqa qarayotdi. U uyni qancha izlagan bo'lsa-mu, butun uylarning hammasi o'xshash selingan, o'xshash ranglarda bo'yib etilgan bo'lg'achqa, uyni tepish olimga texmi tashkil etdi. Olim ig'irtinib ichida: Ajab to'ng'ib ketdi. Qaysi mening uyimda? Biroq sizdan so'ray desammi, hech odam yo'q. Deb ko'ngli g'ash bo'lib, Tiznab daryosining qirg'iqiga kelib, qilin muz tutib, ustiga qilin qor yepilgan daryoga qarab, bir tarafdan kulsa,
yana bir tarafdan kulib turib yig'lab atadi. Necha yildan beri o'zining yoshlik davri o'tib, chiroyliq o'zgarib 30 nechining qarsini elib qolgan olim, hamma narsa o'zgarib, faqat o'zining bolaligiga hamroh bo'lgan mana bu ona daryoning o'zgarmay burunqilik turganligini ko'rib, öksüp yig'lab ketdi. Qish kunlaridami qo'y o'shga kalalarni sug'org'ili chiqqan dehqon buvay bu notanish kishining daryoga qarab yig'layotganligini ko'rib ajablanib, "Voy bola, nima bu daryoga qarab yig'lab ketdi? Bola, qarsam sen bu yerga tonishda qilasan. Kim bo'lasan? Qandoq bo'lib bu yerga kelib qolding?" Olim bu dehqon buvayning gapini anglab, darhol yeshini surtib, "Bova, mening ismim Olim. Men bu yurtdan bo'laman. Men bu yurtdan chiqib ketgili 10 necha yil bo'ldi. Men uyimni topolmay mush yerda turib qoldim." Buvay olimga shuncha qarab, shuncha o'ylangan bo'lsa-mu, olimning chiroyini faqat aslayolmadi. Buvay olimga qarab, "Bola, sen kimning bolasi?" deb olimga savol nazarda qaradi. "Bova, mening ismim Olim. Men mush kanatdagi Ro'zmamatning o'g'li bo'laman." Buvay olimga qarab ko'zlari yo'g'nab, ko'z qarchuqidan chiqib ketgandek bo'p kekeshlab, "Bolam, sen yiliqi boy bo'michik Ro'zmamatning bolasi bo'lamsan." olim boshqa gap qilmay, "Ha, bova. Men shu Ro'zmamatning o'g'li bo'laman." Buvay Ro'zmamatning palish bo'lib qolganligini deydi-yu, biroq olimning azoblanib qolishidan ansirab, uningga aytmadi. Olim umidsizlik bilan buvayga qarab, "Bova, siz mening uyimni bilamsiz?" "Bilaman, bola. Mush yerdan cho'ng yo'lga chiqib, oldingi 200 metr mangsang, o'ng qo'l tarafga egiladigan chig'ir yo'l bor. Shu yo'ldagi 3-uyning oldida bir do'nay so'ygat bor. Shu uy sening dadangning ham sening uying, bola." Olim buvayga rahmat aytib, buvayning degini bo'yicha cho'ng yo'lga chiqdi. Va o'ng qo'l tarafga qayrilib qaradi. Darvaqa bir do'nay so'yatning turganligini ko'rib, ichida, "Mushu shumidi? Dada, ana, vafosiz o'g'linglar keldi." deb asta eshik oldiga keldi-da, yog'ochdan gul naqsh chiqarib qo'yilgan yog'och darvozaning cho'ng halqasini chekdi. Oradan 5 minutlar o'tgan bo'lsa-mu, biroq bu uydan hech birasi chiqay demaydi. Olim ichida, "Ajab chiqmaydi-ku. Odam yo'qmi nima? Xato kirib qoldimmi ya? Qaraganda u qiyri meni ahmoqilga o'xshaydi." deb kayniga yenishiga eshik sat ovoz chiqarib g'iychirlab echildi. Eshik ichidan 50 necha yoshlar chamasida ballari mukchaygan, qaralmag'ili necha oy bo'lgandek oqirib, paqpiyib, chuvilib ketgan sochlari yuzlarini yug'ib yuz ko'zlarini sanoqsiz qo'riqlab besib, tishlari qolmagan uchisiga jigarrang uzun chaponni kiyib, belini sharpida chigib, putiga cho'riq kiyib bir mo'may chiqdi. Mo'may olimga qarab, uni taniyolmagan bo'lsa kerak. Ovozlari bo'g'iq holda ig'iz echib, "Yigit, bir ishingiz bormi?" Olim 10 yildan beri bir ko'rib olishni shunchalik arzu qilgan, kichik vaqtlarga purab bo'lamagan onalik hitlarini qanig'icha purib olg'usi kelgan o'zining mehrlik onasining endilikda ko'z oldida tursimu tuniyolmayotganidan yuragi mujib og'irib, shiddat bilan yig'iyotgan yomg'ir tomchisidek olimning ko'zlaridanmi yoshlar to'kilyotdi. Olim ko'z oldida tursimu o'zini tuniyolmagan onasiga qarab yig'lab, ovozlari titrab, Ona meni tanıyamadın ha jinim ona." Maxtumxon endilikda olimga tikilib qarab, uning so'l yuzidagi homila miyonini ko'rdi-da, ichki bag'riga o't ketgandek o'g'li yenida tursimu, biroq taniyolmaganligidan öksüp yig'lab, "Bolam, jinim o'g'lim. Sen olimjonman, jinim bolam."
Canım oğlum. Ha canım ana. Ben sizlerning birdan bir oğlungla ağlam. Seni şundaq sıyğanda. Seni bir görüp ölüp ketsem mayli deb o'yladim. Biroq orliq yiroq canım ana. Mağam amal bo'lmadi. Meni kechir. Meni kechir ana. Deb anasını quchoqlab yig'layotdi. Biroq Maxtumxon olimni o'z bolasi qatorida ko'rib baxmagan edi. Agar Ro'zimamatning tahdidi bo'lmagan bo'lsa, balkim Maxtumxonmi olimni burilib tashlab etishi aniq edi. Voy, mavdudikimni. Havo sovuq bolam. Qani, uyga kira. Deb ishini taqamay, olimning qo'lidan xuddi kichik bolalarni yetilab mangandek yetilab, "Voy, dadasi! Dadasi, qaranglar, kim kelibdi va? Qaranglar, dadasi!" deb olimni Ro'zimamat yotgan uyga aykirdi. Qaddi qomda kelishgan jasur kimni ko'ngli xolisa shuni olalaydigan, nega borman desa shu yerga boralaydigan hakavur, boshqalarni ko'zga ilmaydigan Ro'zimamatning yoshligini, rahimsiz yillarning shamollari, yillarning o'tishiga ergishib uning yoshligini birga elib ketgan edi. Shu yildagi yerdan yiqilib ketish sababli Ro'zimamat xolish bo'lib qolib, o'rnidan turolmagan edi. U dadasidan qolgan oltin kumush va mol podlarni setib, cho'ng doktorxonalarda shuncha uzun davolangan bo'lsa, biroq bir yutum suv ichganchilik foydasi bo'lmagan edi. U butun mol dunyolardan ayrilib qolgandan keyin hamma odam uni tashlab ketib, faqat ayoli Maxtumxon bilan qolgan edi. Keyin uylarini setib, yana davolangan bo'lsa, biroq necha yanala nol hech qanday foydasi bo'lmay, sarson bo'lib, uy makonsiz qolgan vaqtda partiya hukumat bu er ayolga haqsiz amin uy silib bergan edi. Ro'zimamat olimni ko'rib, yig'lab, lavlari titrab, Olim bola. Bu rostli senmi ha? Bola, necha yilning yoki nelarda yurding? Nimishqa bizni tashlab qo'ysa? Olim dadasining gapini javobsiz qo'yib, dadasiga o'zini otdi. Dada, meni kechirgin dada. Men sizlarni yolg'iz tashlab qo'ymadim. Olim dadasi bilan bir kecha paranglashib, dadasining degani bo'yicha Azimatni saharga xumor qilganligini, keyin Azimatning yurtga qaytib o'lib ketganligini, o'ziningmi shu nejis narsaga xumor bo'lib qolib, qonunning jazosiga tortilib 12 yil sud kelganligini aytdi. Ro'zimamat olimning gaplarini anglab, qattiq pushaymonlarni qildi. Nemishqami o'zining kasalligini tortishmay, bunday razil ishlarga o'z o'g'li bo'lmasa-mu, o'g'lini avatganligidan qattiq pushaymonlarni qilgan edi. Olim dadasiga qarab, Dada, men oxiri siz degandek ishni bitirdim. dedi-yu, lekin ichida qattiq pushaymonlarni qildi. Olim shu ishlar sababli zo'r xatolik o'tkazganligidan va o'zining yoshlik bahorini xazon qilib intayin pushaymonlarni qilgan edi. Olim bir kuni kechda onasining o'xshitib, o'rik qiqsilib aytgan chula deydigan bir tomoqni ishtiha bilan mazza qilib necha qacha ichib o'tdi. Va yotoq uyga orom elish uchun kirib ketib, yarim kecha bo'la bo'lmayla uning qo'rsiqi og'rib, hojatxonaga yugurdi. Ko'nilada bir gap bor. Chula issingiz, oqshimi uyga kiramaysiz, deydigan. Olimmi bu kechida hojatxonadan kelamadi. Olimning soat 5lar atrofida qo'rsiqi yana qattiq og'rib, yana hojatxonaga mangdi. U dadasining yotoq uyining to'kining aniq ishkanligini ko'rib, sal ansirab qoldi. Qandaqla bo'lmasin, Ro'zimamat yoshinib qoldi emasmi? Olim sal ansizlik bilan dadasining yotoq uyining oldiga keldida, nemish bo'lganligini bilib beqish uchun eshikni chekay deb, amdila qo'l uzatishiga ichidan onasi Maxtumxonning vaqirgan ovozini anglab qoldi. "Oy adam, burun uni baxmayli desam, unimay. Meni yeb ketadigandek bu bolani beqib cho'ng qilasan" dedilar. Elimi bu sirni bu boladan 20 yil, yo'q 30 yilga yaqin yushirdilar. Endi qanday qilmoqchisizlar, ha? Biz yashinib qoldik deb,
Onu aldab, özümüzni aldab, özümüzni baxtırış üçün onu aldaşqa mən qoşulmayman. Dedi olimning onasi. Ruzmamatning qattiq ochig'i keldida samondek sarg'ayib ketgan bulutlarni dingaytib, qiyqirib, Sen xotinning bir qo'g'isi ortiqkan, ha? To'xtab tur. Men seni deb o'rnidan turishga shuncha tirishgan bo'lsa-mu, biroq o'rnidan turishga mag'duri yetmadi. Agar burungi vaqt bo'lgan bo'lsa edi, Ruzmamat bu xotinning put-qo'llarini sundirib etgan bo'ladi. Ha, ne bo'ldilar? Jimi yossala. Bu kunlarim osilga yenik bo'lib qoldi tixi. Boshqalarning chaqiri qog'ozini nurg'un pulga setib olib, Olimjonni o'rniga tiqdilar. O baskama yana texi unaqa yomon gaplarni o'gitib, o'zlarining koni oshiqlariga chidamay, oningdan o'ch elish o'g'limizni o'zining bir tuqqan qarindishining umrlik baxtini nobud qilib, o'zining yig'ida o'zining go'shini quritqizdilar. Bu misilga yetmay texi yana Ayxonning urug' avlodini qurtmahan deydilar. Hozir sizlar burungi boyvachcha emas. Eng yaxshisi kasallarni tartib, jim yossizlar. Aziz o'qirmanlar, agar asar mazmuniga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asrimizning davomida bo'lsin.